Vayo! To'xtatdi bu! Rustam! Hayda. Alisonda, yaxshimisan? Rustam? Nima qilding? Nima o'g'rilik qildingmi, Rustam? Da ты что, bratan, nima oilani shunaqa boqyapsanmi? Qanaqa boq? G'alati emasmi, Rustam? Normal ish topamadingmi shuncha paytdan beri, Rustam? Qanaqa ish? Ne eshitishga bordim? Ne eshitishga bordim? Diplom chang bosib yotibdi. Bittasi ham ish olmaydi. Yo sen meni chaqiryapsan ishga. Yo sen berasan, sen boqasan oilamni. Voy! O'rtoq, qara. Telefoningni olasan, Telegramga kirasan, qara ketdi. Poyezga kirasan-da, ishla. Uz. Shu bo'ldi, mana chiqyapti, kirasan. 40 tadan oshiq, 50 talab har kuni tashlayapti. Yangi ishlar. Xohlasang kunlik, xohlasang oylik. Ayni $500 dan $3000 gacha bo'lgan ishlar bor. Yana nima kerak senga? Xo'p, bu yerdan topamadingsan, ko'rishing kerak, borib qidiramanmi, suhbat qilaman. Yo'q, shart emas. Instagram kirasan o'rtoq. Ishlar o'z bo'ldi, mana chiqyapti. Og'ayni, qarab, har kuni post qo'yishadi. O istoriyasida 10 tadan oshiq ishlar, $500, $1000, qara, $1800. Xohlaganingni topasan, o'rtoq. Nima keragi bor shu ishga menga qaragan? Pul qaytarib beraman.